mustaqillikqa, o'zining zaminini qo'lga olishga, Alloh yo'lida kurash qilishdan qo'rqadigan, bosh tortadigan kishilar aslo loyiq emas. Qo'rqinchoqlashib, mushu dunyodagi hayotlikni yaxshi ko'rib ketsak, bizning bu yoq yurtlarda ezishimiz, qaymoqishimiz yana davom qiladi. Cenab-ı Hak şerrileri hayır eyler, oylamığın hiç yaman eyler. Arif zat ceryanlarını seyir eyler, kütüp bakın tevekkül ve işenç bilen senince Cenab-ı Hak kandak eyler. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek, Allah Taala Bani İsraillarga o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida urush qilish va jihad qilishni farz qiladi. Ammo Bani İsraillar bo'lsa, dunyoga nihoyat yirisman bo'lib ketganligi uchun ularning qalbini qo'rqinchoqlik qoplaydi-da, ular nihoyat kuchli. Biz ular bilan urusholmaymiz. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ular o'zi chiqib kelsa, ondan keyin biz u mustaqilligimizni, zaminimizni qo'limizga olamiz, lekin biz ular bilan urush qilmaymiz deydi. Musa alayhissalom ularga shundoq tushuntirib, Allah bizga yordam beradi. Ular kuchlik bo'lsa-mu, biz ojiz bo'lsak-mu, Alloh bizni bu jihatga buyurgan bo'lganligi uchun biz urush qilsak, jihad qilsak, Allohning bizga nusrati keladi deb shuncha ishonch, umid bersa-mu, ular Musa alayhissalomga "İzhab anta va rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sening ilohing bizga yordam qildigan bo'lib qolsa, unda sen Rabbing bilan ikkinglar berib urush qilinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik deydi. Demek insan dunyoga nihoyat yirisman bo'lgan vaqtida o'limdan qo'rqadi. Bu hayotlikni nihoyat yaxshi ko'rib qoladi. Allah jihad qilinglar desimi, uning nurg'ulg'an baholarni ko'rsatib, o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida urush qilishdan bosh tortadi. Bani İsraillar mana shunday o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida jihad qilishdan bosh tortganligi, ya'ni biz ular bilan urusholmaymiz, shunday tinch yo'ldan harakat qilamiz, ular chiqib ketsa, ondan keyin biz kirmaymiz deb mush yo'lni tanlaganlik uchun Alloh taolo Bani İsraillarga mustaqilligini, zaminni qo'lga olishni 40 yil kechiktirib o'tadi. Ya'ni ularga zaminni 40 yil harom qiladi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de innaha muharramatun alayhim 40 sene. Ular zemini 40 yıl haram kılındı dedi. 40 yıl haram kılındı deganlik, o avlodlarga mustaqillik, o'zining zeminiga kirish nisb bo'lmaydi. Ular mustaqillikka loyiq emas deganlik edi. Demek mustaqillikka, o'zining zeminini qo'lga olishga, Alloh yo'lida kurash qilishdan qo'rqadigan, bosh tortadigan kishilar aslo loyiq emas. Undaq kishilarga Alloh taolo mustaqillikni, o'zining zeminini qo'lga olishni harom qiladi. Xuddi Bani İsraillarga o'xshash. Shundaqla Alloh taolo Bani İsraillarni yatihuna fil ard. O çölde, ya'ni Sayna çölde ozdurib o'tadi. Qaymoq turib o'tadi. Qanday qaymoq turib o'tadi? Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu degandek, yusbihuna kull yawm va yasiruna laysa lahum qarar. Har kuni etdiganda o'rnidan turishadi, lekin u vatanni qo'lga olishida hech qanday bir qarorni olmaydi deydi. Xuddi bizning bugungi kunimizga ahvoliga o'xshash. Vatan uchun bir ish qilsak bo'ladi deb to'xtamay yig'larni ochamiz, lekin vatan uchun bir ish qildigan hech qanday foydali bir qarorni olmaymiz. Dal Bani İsraillar mana mushundaq ozdurib o'tiladi. Demak biz o'zimizning zaminni qo'lga olishida har birimiz o'zimizda bir kurash ruhi, o'zimizning issiq o'ylardan aylanadigan bu ruhni yetildirmasak, ya'ni qo'rqinchoqlashib, mushu dunyodagi hayotlikni yaxshi ko'rib ketsak, bizning bu yoq yurtlarda ezishimiz, qaymoqishimiz yana davom qiladi. Shuning uchun biz uyqumizni ichishimiz kerak. Bu oyatning Qur'on Karimda nozil qilinishi dal bizni ana shundaq Bani İsraillarga o'xshash, o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida kurashdan qo'rqadigan, jihad degan so'zlardan qochadigan, bundaq bo'lib qolsak, oqibatimizning shundaq bo'lganligidan ogohlantirish uchun. Shundaqla u vaqtda bizga o'zimizning zaminini qo'limizga olish harom qilinadi. Chunki biz mustaqillikka loyiq emas. Bani İsraillar ana shundaq, ya'ni o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida Alloh yo'lida kurash qilishdan bosh tortganlik uchun ularga mustaqillik, o'zining zaminini qo'lga olish harom qilinadi. Musa alayhissalom bu jarayonda, ya'ni 40 yil jarayonda ularga yana nasihat qiladi. Ularni Alloh taolo dengizni ikkiga bo'lib zulmdan qutuldirganligi, ya'ni mo'jizaviy usullar bilan u zulmdan qutulib chiqqanligi, o'likni tirildirganligiga o'xshash mo'jizalarni aslatib, Allohni unutmanglar. Fir'avnning sizlar qilgan zulmini unutmanglar. Allohga hurmatsizlik, beadabsizlik qilmanglar. Allohga bo'lgan iymoninglardan, oxiratga bo'lgan iymoninglardan so'zlashmanglar deb bu nasihatni davom qiladi. Bu jarayonda Harun alayhissalom vafot topadi. Musa alayhissalomga Harun alayhissalomning o'rnida Yusha ibn Nun degan Musa alayhissalomning o'quvchisi yordamchi bo'ladi. Yillarning o'tishi bilan Bani İsraillarning cho'nglari vafot topadi, kichiklari, yangi avlodlari o'sib cho'nglashga boshlaydi. Musa alayhissalomning nasihati, tarbiyasi u yangi avlodlarga ta'sir qilishga boshlaydi. Ya'ni Musa alayhissalom yangi avlodlarni ana shunday kurash ruhi bilan yetildiradi. Bu yangi avlod Bani İsraillar ota bo'lari ko'rgan dengizning ikkiga ayrilishi, o'likning tilishiga o'xshash mo'jizalarni ko'rmagan bo'lsa-mu, lekin Musa alayhissalomning nasihat qilishi, ularning ota bo'lari ko'rgan mo'jizalarni eslatish natijasida ular boshqacharoq tarbiyalanadi. Shundaqla ular Musa alayhissalomga nihoyat qoyil bo'ladi. Musa alayhissalom ularga bir kuni nasihat qilib tarbiya qilayotgan vaqtida ularning ichidan birisi: "Ey Musa, ziminda sendimi bilimliroq birisi bormi?" deydi.
Chunki Musa alayhissalom nihoyatda bilimli edi. Chunki u payg'ambar bo'lganligi uchun Alloh taolo unga ilm hikmat ato qilgan. Shundaqla u qasrda, ya'ni Fir'avnning saroyida ta'lim olgan. Fir'avnning saroyida ta'lim oldi deganlik bugungi kunimizda Oqsaroyning ichida, xon jamiyatining ichida ta'lim oldi deganlik bo'ladi. Musa alayhissalom o Bani Isroilning javobi qarta. Yo'q, ya'ni zaminda mendimi bilimlik biras yo'q deydi. Bu vaqtda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib, "Ey Musa, sendimi bilimlik birisi bor" deydi. Bunu anlayan Musa aleyhisselam, "Ya Rab, ve keyfe bihi." Ey Rabbim, o adamni qandaq tapıma deb o adamdan ilim ügünüş havs qo'zg'aladi. Demak Musa aleyhisselamning ilmga bo'lgan ishtiyaqi ana shundaq edi. Alloh taolo Musa aleyhisselamga o adamni ikki dengiz kesishga yer topalaysa dedi. Musa aleyhisselam qandaq qilsam qilib o adamni tepib, o adamdan ilim ügünüme deb niyat keladi. Shundaqla Alloh taolo Musa aleyhisselamga vahiy qilib, "Sen sivetga ülük biliqdan birini sağın. Ondan keyin ikki dengiz kesishga yer qarab mang'in. O ülük biliq nerede can kirib, dengizga kirib ketsa, o adamni shu yer topalaysa" deydi. Musa aleyhisselam Allah'ın yol ko'rsatishini anglagandan keyin o'quvchisi Yusha ibn Nunni ergashtirib, uzuq tuliklarini elib, ikki dengiz kesishga yaqinlab yo'l oladi. Ular mang'du. Musa aleyhisselam shunchalik qolgan bo'lsa-mu, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahrayni aw amdiya huquba." Men ash ikki dengiz kesishga yaqin bormoqchilik meng'averma, meng'ishimni to'xtatmayman deb ilmga bo'lgan ishtiyoq tufayli charchisimu meng'ib veradi. Ular uzun yo'l yurib, ikki dengiz kesishga kelgan vaqtida nihoyat charchab ketadi. Musa alayhissalom cho'ng bir toshning qashida to'xtab, "Ozroq oromimizni ilib olaylik" deb o'ltiradi. Va Yusha ibn Nunga "Biliqqa yaxshi qara, biliq agar nada tushib ketsa, menga askar" deb tapilaydi. Va Musa alayhissalom ozroq orom olgandan keyin shirin uyquga g'arq bo'ladi. Musa alayhissalom uyquga ketgan vaqtida Yusha ibn Nunga tutqizib qo'ygan sivatdagi biliqqa jon kirib, dengizga kirib ketadi. Buni ko'rgan Yusha ibn Nun Musa alayhissalom uyg'onishi bo'lgan ahvolni aytay deb o'ylaydi. Uzun müddet uxlagandan keyin Musa alayhissalom uyg'onib, "Yo'lni davom qilaylik" deb yana yo'lga davom qiladi. Yusha ibn Nun Musa alayhissalomga bo'lgan ahvolni aytishni unutib qoladi. Musa alayhissalom uzun yo'l yurgandan keyin tushlik tamoq vaqti bo'ladi. Qurusiq ochadi. Musa alayhissalom Yushaga "Atina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaba." Bizning yemekliklarimiz aka. Nihoyat charchab ketdi. Qurusiqimizni bir to'qib olib, undan keyin safarimizni davom qilaylik deydi. Yusha yemeklik elish uchun suvatga shunda qaragan vaqtida biliqning chiqib ketganligini esiga oladi-da, Musa alayhissalomga "Ey Musa, sen boya uxlagan yerda biliqqa jon kirib dengizga kirib ketgan. Men unutibdim-a, shayton meni unuttiribdi" deydi. Musa alayhissalom "Zalika ma kunna nabghi." Biz izdigan joy dal shu yer. Biz keynimizni yenib, izimizni bo'ylab shu yerga boraylik deb darhol keyniga yanadi. Va izini bo'ylab ikki dengiz kesishgan yerdagi Aram og'a yer kelgan vaqtida bir odamni uchirdi. Alloh taolo bu ahvolni Qur'on Karimda bayon qilib, "Favajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma." Bu ikkisi, ya'ni Musa alayhissalom va Yusha bizning bandalarimizdan bir bandani uchirdi. U banda bo'lsa biz tarafimizdan rahmatga erishgan va biz tarafdan ilm berilgan, ya'ni g'ayb ilmi bildirilgan banda edi deydi. U bo'lsa-mu Xizr alayhissalom edi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalomni ko'rgandan keyin uni salom berib ko'rishdi. Va uningga "Al-attabi'uka an tu'allimani mimma 'ullimta rushda." Alloh sana bildirgan o ilmdan elishim uchun sana ergishaymi? Ya'ni Alloh sana o'gitib qo'ygan o ilmni men o'gitib qo'yamsa deydi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga "Lan tastati'a ma'iya sabra." Sen men bilan birga sabr qilolmaysan. Chunki sening aqling cheklik. Sen hozirni ko'ralaysan, ayatini ko'rmaysan. Alloh taolo menga g'ayb ilmni bildirgan. Shunga men qilgan ishlarga sabr qilolmay, e'tiroz bildirib solasa deydi. Musa alayhissalom "Yo'q, unda qilmayman. Satajiduni inshaallohu minas sabirin." Men e'tiroz bildirmayman. Nima ish bo'lib ketsin, aqlimdan o'tmasin, men sabr qilaman, buni ko'rib qolsa deb Xizr alayhissalomni qoyil qiladi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomni yana eskartib, "Fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra." Agar sen menga ergishib, mendan ilm o'rganmoqchi bo'lsang, qandaqli ishlar yuz bermasin, men sababini bayon qilmoqcha, uning sababini mendan so'maysa deydi. Musa alayhissalom "Bo'ladi, hargiz so'mayman" deydi. Shunda qilib Xizr alayhissalom Musa alayhissalomni o'quvchilikqa qabul qiladi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomni ergashtirib mangdi va dengizning bo'yiga kelib kemiga chiqadi. Ular kemiga chiqib o'ltirgan vaqtida kemining bir tarafiga qushdan birisi kelib qo'nadi va dengizning suv ichadi. Bu vaqt Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga "Ey Musa, sendeki va mendeki bilim Allohning ilmiga silishtirgan vaqtimizda mushu dengizdagi suv bilan o qushning ichgan suyga to'g'ri keladi" deydi. Yani bizning bilimiz Allohning ilmiga silishtirganda ana shundoq yo'qning hisobida deb o'zidagi ilmning qanchalik ekanligini Musa alayhissalomga tushuntiradi. Ular kema ustida safarni davom qilib, tushib qilishdan ilgari Xizr alayhissalom kemidan kichikgina bir shayni sug'urib o'tadi. Buni ko'rgan Musa alayhissalom nihoyat hayron qilib, "Sen o kemidagi kishilarning cho'kib ketishi uchun mushundoq qilyapsansa, bak yomon ish qilding" deydi. Bu gapni anlagan Xizr alayhissalom "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Men sana demaganmi? Sen mushundoq sabr qilolmaysa, oldirab qolasa, ishlarning ko'rinishiga qarablam, hamma ishni yomon deb o'ylab qolasa deydi. Musa alayhissalom ishlarning sababini so'maslikqa bergan va'dasini esiga olib, "Men unutibdim. Bundan keyin diqqat qilaman. Hargizmi qilgan ishlarning sababini so'mayman" deydi.
Ular kemidan tushib qilib bir shaharga qarab mangdi. Shahar kirgan vaqtida kichik o'ynayotgan bir qancha bolalarni ko'rdi. Xizr alayhissalom ularning qishig'iga berib, ularning orasidagi bir bolani o'ldirib o'tdi. Buni ko'rgan Musa alayhissalom, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs." Sen qarab turib kichik bir begunoh bolani o'ldiramsa, "Laqad ji'ta shay'an nukra." Haqiqatan qabih ish qilding deydi. Xizr alayhissalom, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Men sana demaganmi? Sen men qilgan ishlarga sabr qilolmaysa, sen ishlarning sirtqi ko'rinishiga qaraysa, hikmatini bilmaysa, men demaganmi deydi. Musa alayhissalom yana va'dasini esiga olib, "Ala la tu'akhidni bima nasitu va la turhiqni min amri usra." Men yana unutibman, meni afv qilg'in. Agar endi bundan keyin yana qilgan ishimga e'tiroz bildirib qolsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in, meni o'quvchi qilmag'in deydi. Ular yana yo'lni davom qiladi. Ularning qursiga nihoyat echib ketgan bo'lg'achqa, shahar ichidagi kishilardan tomoq berishni talab qiladi. Ammo o'sha shahardagi kishilar nihoyat bexil bo'lib, ularga hech narsa bermaydi. Ular nihoyat qursiga ochgan holda bir tomning qishig'iga kelib o'ltiradi. Qarg'udak bo'lsa, u tom yiqilib ketay deb qolgan edi. Xizr alayhissalom yanglarini turib, bu tomni ruslab, yangi bir tom qilib qo'ydi. Musa alayhissalom bu tomning egisini tepib, buningga haq olgan bo'lsang, bular bizni mehmon qilmagan tursa, haqsiz bu ishni qilib qo'yding deydi. Xizr alayhissalom, "Hada firaqu bayni va baynik." Endi bizning ayrılğa vaqtimiz keldi. Bu ishning sababini so'rading. Tegida bir hikmat bato deb sabr qilolmading. Endi biz ayrılamiz. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra. Endi men sana yuqorida sabr qilolmagan ishlaringning hammasining sababini bayon qilib beraman. Wa amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. U kema vaqasiga kelsak, u kema dengizda ishlaydigan, ya'ni kishilarni ashundaq tushib qo'yib pul tepib janna qamdaydigan bir qancha kambag'alning kemisi edi. Biz shu vaqayaning oldida bir dengiz qaroqchisi bo'lib, u dengiz qaroqchisi saq, eyibsiz kemalarning hammasini bulab qilib elib oladi. Ammo shundaqlam eyib va kiyim bo'lsa, uningga chaqilmay uni qo'yib o'tadi. Men u kemining kichikina bir shilni sug'urib o'tish orqali u kemini eyibli qilib qo'ydim. Bu sababdan kema saq qoldi. Ya'ni qaroqchi eyiblik bo'lganligi uchun u kemaga chaqilmadi. Ammo sen mening ishlarimning sirtqi ko'rinishiga qarabla, uning keyindagi hikmatni tushunmagan bo'lg'achqa, sabr qilolmay, sen kemidagi kishilarni cho'ktirib o'tmoqchimi deb aldirab qolding. Mening qilganim sana nisbatan yomonlikday ko'ringan, lekin mening qilganim bo'lsa, ularga yaxshilik edi. Ammo men o'ldirib o'tgan hiliqi bolaning masalasi kelsak, u bolaning ota-onasi nihoyat yaxshi taqvodor kishi edi. Lekin u bola cho'ng bo'lgandan keyin kofir bo'lib, kufrlikni ota-onasini tanadigan mushundaq odam bo'lganligini Alloh taolo bilgachga, Alloh taolo u ota-onasiga rahmat qilib, shafqat qilib, kichik vaqtida mening qo'lim orqali uning jannini oldi. Fa aradna ayyubdilahuma robbuhuma khayran minhu zakata va aqrab rahma. Ondan keyin, ya'ni mening qo'lim orqali Alloh taolo u bolani o'ldirib bo'lgandan keyin, u bolasining o'rniga u boldimu vafodor, taqvodor, yaxshi odam bo'lgan bir farzandni ato qilishni iroda qildi. Va ammal jidar fakana li g'ulamayni yatimayni fil madina. Ammo men ruslab qo'ygan tamga kelsak, u tamning ostida oltin kumush boyliqlar bor edi. U boyliq bo'lsa ikki yetim bolaning edi. U bolalar kichik edi. Agar u tam shu paytda yiqilib tushsa, boyliqlar oshkora bo'lib qoladi-da, kishilar elib oladi. Men u tamni ruslab qo'ydim. U yana egasi bo'lgan u kichik yetim bola, u yana keyin o'ng'ishiga vaqtida u boyliqni erishib o'zi topadi. Men yuqori qishlarning hammasini o'z xohishim bilan qilmadim. Faqat Allohning buyrug'i bilan qildim deydi. Xizr alayhissalomning bu voqealigida biz uchun nurg'unlagan ibrat va darslar bor. Çünkü bizim etrafımız nöbette, bizim aklımız onun sebebini yişenmeydiğen, harmakka, rehimsizlikte, adaletsizlikte görünen nurgulluğun işler var. Mesela etrafımızda yüz beriyotgan yer terveş hadisesi ve o yer terveşte ölüp ketiyotgan küçük balla, günden günkü zulümlarının eşi, bazı kişilerin ticarette toxtumay ziyan tatışı, musibetinin arka kelişiga okşagan, biz onun sırrını açamaydiğen, karmakka, şefkatsizlikte, adaletsizlikte görünen nurgulluğun işler var. Bazı erlerinin ayaldan ayrılışı, ayallarının eriden ayrılışı, ata-analarının balısından ayrılışı, balalarının ata-anasından ayrılışı. Biz bunun qarasak, bu bir şefkatsizlikte, bu bir adaletsizlikte görünüdü. Ve bu sebepten nurgulgan kişiler Allah'a isyan kılıdı. Hatta bizde bazı vaqtda nimişki bundaq buludu deb bunun qarta sual taşlaymiz. Bu xuddi Xizr alayhissalom kiminin şelini elib etgan vaqtida, nimi üçün o kimini teşvik etse, sen kimidi kişilerini g'arq qilmoqchimi deb sual sorgan Musa alayhissalomning pozitsiyasiga o'xshaydi. Ya'ni bu qisidagi Musa alayhissalom kishilarning sirtqi ko'rinishiga qarab, nima uchun bundaq bo'ldig'ando deydigan bizning bu cheklik aqlimizga simo'l qiladi. Xizr alayhissalom bo'lsa, biz ishlarning sirtqi ko'rinishiga qarab, uni yomon ishdak, musibatdak, qabiy ishdak ko'rgan ishlarning keyindagi hikmat va yaxshilikni echib berguchi, ya'ni g'ayb pardasini echib bergan kishiga o'xshaydi. Atrofimizda va o'zimizda ajoyib ishlar yuz beradi. Biz o'ylab uning tegiga yetenmaymiz. Xuddi Musa alayhissalom yetenmaganga o'xshash biz mi yetenmaymiz. Lekin biz musibat, yomonlik yoki zulmda ko'rgan u ishlarning tegiga ajoyib yaxshiliklar va shafqatlar yushirilgan. Ammo bizning aqlimiz, ilmimiz cheklik bo'lg'achqa, aytini bilinmagachga xuddi Musa alayhissalomda keyingi yaxshilik yushirilgan, qarmoqqa shafqatsizlikda ko'rinadigan u shafqatni ko'rmaymiz, bilinmaymiz. Masalan, Xizr alayhissalom u kiyimini saqlash uchun, ya'ni kiyimining egalariga yaxshilik qilish uchun kiyimining bir tal shalini sug'urib o'tib, u kiyimini ayiblik qilib
qo'ydi. Bu sababdan keyin saqlanib qoldi. Ammo Musa alayhissalom xuddi bizning aqlimizdek uni yomonlik deb qaradi. Chunki qarmoqqa kiyimini ayibli qilib qo'yish yomonlik. Dal bizning aqlimiz mana shuningdek ishlarning keynini, tigini bilmagachga, ishlarning yuzaki qismiga qarablam uni yomonlik, musibat deb qaraymiz. Xuddi Xizr alayhissalomning kiyimi egilari qilgan yaxshiligini Musa alayhissalom yomonlik deb qaraganga o'xshash. Shundaqla yatarvash bo'lsin va yoki qatnash voqeasi bo'lsin, va yoki har qanday bir sabablar bo'lsin, kichik bolalar o'lib ketsa, bu kichik bolada nima gunoh deb o'ylaymiz. Lekin u bolalarimizning kichik holda o'lib ketishida qanday yaxshiliklar, qanday ne'matlar yushunganligini biz tunib yetolmaymiz. Hatto farzand yuzi ko'rmagan ba'zi kishilar nima uchun menga farzand bermaydi deb uning tagiga yetishga tirishadi, hatto Allohga isyon qilib qilishi mumkin. Ammo ular Allohning ularga farzand bermay qanchalik yaxshilik qilganligini bilsa edi, uningga shukr qilgan bo'lardi. Lekin biz aldirang'u, ilmimiz cheklik inson bo'lg'achqa, ishlarning yuzaki qismiga qarablan baho beramiz. Bir bola vafot topsa, nima uchun vafot topdi deymiz. Xuddi Xizr alayhissalom Allohning buyrug'i bilan u kichik bolaning jannini olsa, Musa alayhissalom nima deb kichik bolani, begunoh bolani o'ldirsa deb qarshi chiqqanga o'xshash bizning aqlimizmi atrofimizda yuz berayotgan u ishlarga shunda qarshi chiqadi. Shundaqla u bolaning ota-onasi bolamiz kichik vafot topdi deb qayg'urgan, yig'lagan bo'lishi mumkin. Lekin ular u bolaning cho'ng bo'lganda kofir bo'lganligi, hatto ularni kufrlikqa majburlaydiganligidan iborat bu oqiligini bilsa, ya'ni g'ayb pardasi ishlab ularga ko'rsatilsa, shundaqla bolangizning hozir janna olmay, ana shundaq cho'ng bo'lishiga yo'l qo'yaylikmi? Ya'ni kofir bo'lib, kofir bo'lgandan keyin sizlarni kufrlikqa zo'rlaydigan, mushundaq zolim bo'lishiga yo'l qo'yaylikmi? yoki hozir vafot topqizib, uni ahli jannatga qilib, jannatda sizlarni saqlab tursinmi? Ya'ni hozir sizlardan baldiroq ketib, jannatda sizlarni saqlab tursinmi deb ixtiyorlar qo'yilsa, u ota-onalar Allohga yolvorib duo qilib, ey Alloh, bu bolamning hozir jannat elib, ahli jannat qilib, jannatda bizni saqlab tursin. 40-50 yil hayotni yaşamasımı, o ebedi hayatta biz çoxum cem bulimiz. Hazır biz azraq azaplansak-mı, qiynalsak-mı, lekin ebedi hayatta xuşallıqqa erişimiz. Hazır biz onun vafat tepişinden ensirab, azaplanımız deb yaşını tallasak, o küfür bolsa, bizning küfürlükqe mecburlasa, bu perzentimiz bizge bala boludu deb Allah'a yalvargan boladı. Lekin bizning bu dunyodagi imtihonimiz ana shu g'ayb pardasining keyinda biz ko'rmagan ishlarda, ya'ni Allohning irodasi bilan bo'layotgan ishlarda Allohga taslim bo'lish. Alloh bizga cho'qim yaxshilik iroda qiladi deb Allohga ishonish. Mana bu bizning imtihon nuqtamiz. Shundaqla Allohga haqiqiy ishondik degan iymonimizning bir sharti. Chunki Qur'on Karimda haqiqiy mu'minning birinchi sharti bo'lsa, allazina yu'minuna bil g'ayb. Ko'rmagan narsalarga ishonish. Ya'ni qarmoqqa bizning ko'nglimizga yama ish bo'lsa-mu, uning keyinda yushungan yaxshiliklarni ko'ramiz-mi? Alloh buningda cho'qim bir yaxshilik maqsad qiladi deb shunga ishini olish bizning iymonimizning sharti. Alloh taolo u ota-onadan oqiy bolani elib yaxshi bir farzand ato qildi. Ya'ni u bolaning vafot tepishi bizga qabih ishda ko'rindi. Musa alayhissalomga yomon ishda ko'rindi. Lekin Xizr alayhissalom g'ayb pardasini shundoq tatib edi. Ya'ni g'ayb pardasining keyindagi ishlarni deb berdi. U biz qabih ko'rgan ishlarning qabih ish emas. U ota-ona qilgan Allohning cho'ng in'om ekanligi o'tirg'i chiqdi. Demek biz qaqshigan, nima uchun undaq bo'ladi deb tushunmagan ishlarning keyniga Allohning ana shundaq yaxshilikni yushirgan bo'ladi. Shunga bizning bu qissadan o'rganadigan eng muhim nuqtamiz bo'lsa, Alloh taolo tarafidan kelgan har qanday ishlarni xushallik bilan qabul qilish. U musibat bo'lsa-mu, u bizga nisbatan ko'ringan tarafi musibat, lekin u musibatning keyindagi Allohning bizga iroda qilgan yaxshiligini biz bilmaymiz. Mayli tijoratda ziyon tortish bo'lsin, mayli bolalarimizning ayrilish bo'lsin, qandaqdir imtihon bo'lsin, u imtihonning keyinda Allohning cho'qim bir yaxshiligi qarmoqqa yomondek, qarmoqqa musibatdek ko'rilsin. Bizning aqlimiz xuddi Musa alayhissalomning aqliga o'xshash ishlarning sirtqi ko'rinishiga qarab aldirab baho berib sanadi. Lekin biz bu qissadan Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan o'rganganga o'xshash bizning Xizr alayhissalomdan har bir ishning keyinda Allohning bir yaxshiligi bor ekanligini bilishimiz kerak. Biz shunchalik darajada ishlarning keyinini ko'rmaydigan ojiz, kamtuk aqlliq bir insonki, masalan bir ona nihoyat shafqat bilan bir bolasiga dori ichkizayotgan bo'lsa, u bola ichkili unmagan bo'lsa, ona uni zo'rlab ichkizayotgan bo'lsa, buni yiroqdan ko'rsak, u ona bolalik munosabatini tushunmasak, u qabih ishda ko'rinadi bizning ko'zimizga. Ammo biz yaqinlashgandan keyin uning bir qabih ish emas, shafqat ekanligini ko'ralaymiz. Undan boshqa aqli yetilmagan bir kichik bolaga onasining operatsiya qilinish jarayoni ko'rsatilsa, ya'ni doktorning onasining qursuqini yerib, ichi bag'irlarini ko'rsatilsa, u bolaga nisbatan doktor nihoyat vahshiy, qabih bir odam ko'rinishi mumkin. Shundaqla u odamni o'ziga dushman deb qarash mumkin. Ammo aqli pishib yetilgandan keyin u doktorning vahshiy ish qiluvchi emas, onasini yaxshilik qilayotganligi, ya'ni bir shafqat bilan onasini davolayotganligini biladi-da, doktorga rahmat deyishi mumkin. Dal shuningdek biz Allohning ba'zi bir ilohiy shafqat yushirilgan ishlarini tushunmasligimiz va ilohiy shafqat yushirilgan ba'zi bir tasdiqlar bilan yig'ilishimiz mumkin. Dal shuningdek Allohning cheksiz shafqat yushirilgan ba'zi ishlari bizni yig'iltishi mumkin. Bizni
azoplashi mumkin. Ammo qiyomat kuni g'ayb pardasi ochilgan vaqtida xuddi Musa alayhisalomga o'xshash men xato qilibdimi, men oldirab qolibdimi deb pushaymon qilishimiz mumkin. Shuning uchun atrofimizda yuz berayotgan, bizga yomondek ko'rinayotgan ba'zi bir ishlarga nisbatan va yoki o'zimiz uchrayotgan, o'zimiz ziyon, musibat deb ko'rayotgan ba'zi ishlarga nisbatan bizning aqlimiz xuddi Musa alayhisalomga o'xshash savol so'rgan vaqtida, uni yomon deb ko'rib qolgan vaqtimizda biz Xizr alayhisalomning javobini aslab o aqlimizga hay berishimiz kerak va aqlimizga ey aqlim oldirma, buning keyinda chuqur bir ilohiy shafqat, ilohiy rahmat bor deb aqlimizni uningga qanoatlantirishimiz kerak. Alloh taolo tarafidan kelgan har qanday ishga nisbatan Ibrohim haqqi degandek, Janobi Haq sharrilari xayr aylar, o'ylamag'in hech yomon aylar. Arif zot, ya'ni Allohni tunigan kishi jarayonlarni sayr aylar, kutib boqqan tavakkul va ishonch bilan seningcha Janobi Haq qandoq aylar? Qandoq aylasa güzel aylar. Kaşki Musa alayhissalom aldirab qolmagan bo'lsa, savr qila olgan bo'lsa, Xizr alayhissalomdan texmi ko'p narsalarni o'rganib olgan bo'ladi. Shundaqdimi Musa alayhissalom qisqagina vaqtda Xizr alayhissalomdan ajoyib hikmatlarni va darslarni elib o'zining xalqiga qaytib keladi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan o'rgangan o ilm hikmatlar bilan yangi avlod Bani Isroillarni qaytadan tarbiyalaydi. Ularni oxiratni ko'zlaydigan, bu dunyoni faqat vosita, qurol sifatida tushunadigan, o'limdan qo'rqmaydigan, shahodatni orzu qiladigan mana mushu ruh bilan tarbiyalaydi. Ziminni qo'lg'alish yo'lida urush qilishdan bosh tortgan, o'limdan qo'rqqan ota-onalari bo'lsa, hammasi vafot topadi. Ya'ni bir avlod olmishadi. Musa alayhissalom ularni ana shunday kurash ruhi bilan yetildirib bo'lgandan keyin Musa alayhissalomga vafot topadi. Ularga Musa alayhissalomning o'quvchisi Yusha ibn Nun yetakchilik qiladi. Bir qancha yil o'tgandan keyin Yusha ibn Nun 40 yoshga kirgan vaqtida Alloh taolo Yusha ibn Nunga payg'ambarlik vazifasini yuklab, uni Bani Isroillarni yetaklashga buyuradi. Yusha ibn Nun Musa alayhissalomdan o'rgangan ilmi va Xizr alayhissalomdan o'rgangan hikmatlar bilan u yangi avlod Bani Isroillarni texmi jasur, texmi qo'rqmas, kuchli iymon bilan tarbiyalaydi. Yusha ibn Nun alayhissalom bu yangi avlod Bani Isroillarni o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida kurash qilish uchun o'zining zaminining chegarasi bo'lgan Ariha degan shaharga boshlab keladi. Ya'ni bu yangi avlod Bani Isroillar o'zining zaminini qo'lga olish yo'lida urush qilishdan qo'rqmaydigan bir ruh bilan urushga tayyorlanadi. Bu yangi avlod Bani Isroillar urush qilib o'zining yurtini qo'lga ola olamdi. Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.